Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Bugun dasturimizda AQSh Yevropa ittifoqi Eron bilan urush tufayli burilish nuqtasiga yetib bormoqda. Hammasi bir kunda portlaydi. Tramp Eronga jiddiy tahdid yo'lladi. Endi Ukraina AQSh uchun ustuvor yo'nalish emas. Zelenskiy. Eron AQSh va Isroilning tahdidlariga javoban Eron oliy rahbarining videosini e'lon qildi. AQSh va Eron o't ochishni 45 kunga to'xtatishni ko'rib chiqmoqda. Shavkat uka, qalaysan, yaxshimisan? Charchamayapsanmi? Ishlaring yaxshimi? Kecha pul so'ragan ekansan, bankka bora olmadim, shamollaganimdan. Tezda degan programma bor ekan, o'shandan yuborib qo'ydim. Humo Uzkartga yuborsa bo'lar ekan. Ha, kursi ham yaxshi, ancha baland ekan. Yana eng zo'rini aytaymi, karta raqaming esimdan chiqib ketdi. Telefon raqamingni yozsam, 4-5 ta kartang chiqib keldi, tashab qo'ydim. Mayli, charchama. Saudiya Arabistoni AQShning Eronga qarshi hujumidan 10 milliard dollardan ortiq zarar ko'rdi. Bu Hormuz bo'g'ozida kema qatnovining cheklanishi, Eronning javob zarbalaridan ko'rilgan zarar, shuningdek Formula 1 poygasi kabi yirik xalqaro tadbirlarning bekor qilinishi bilan bog'liq. AQSh Yevropa ittifoqi Eron bilan urush tufayli burilish nuqtasiga yetib bormoqda. Tramp va uning yordamchilari NATOdan chiqishni muhokama qilishmoqda. AQSh va Yevropa o'rtasidagi transatlantik aloqalar yomonlashmoqda. Tramp Yevropa ittifoqchilariga Eronga qarshi AQSh-Isroil urushiga qo'shilmagani uchun juda yomon munosabatda. Tramp agar yevropaliklar Yaqin Sharqda yoki boshqa joylarda Amerika harbiy operatsiyalarini qo'llab-quvvatlamasa, Yevropani himoya qilish AQSh manfaatlariga mos keladimi yoki yo'qmi degan savolni berdi. Oq uyning pozitsiyasi Ikkinchi jahon urushidan beri Amerika global strategiyasi bilan uzilish sifatida ta'riflanmoqda. Hammasi bir kunda portlaydi. Tramp Eronga jiddiy tahdid yo'lladi. AQSh prezidenti Donald Tramp Hormuz bo'g'ozi ochilmasa, Erondagi elektr stansiyalari va ko'priklarni vayron qilish bilan tahdid qildi. Bu haqda u Trust Social ijtimoiy tarmog'ida post joyladi. Tramp Eron rasmiylarini kurakda turmaydigan so'zlar bilan haqoratlab, darhol bo'g'ozni ochishga chaqirgan. 7-aprel Eronda elektr stansiyalari va ko'priklar kuni bo'ladi. Barchasi bir vaqtning o'zida portlaydi. Bunday narsa hali hech qachon bo'lmagan. Bo'g'ozni oching, la'nati telbalar, aks holda jahannamga ravona bo'lasiz. Faqat kuting, deya o'dag'ayladi Oq uy rahbari. Shu bilan birga Fox News nashriga bergan intervyusida Tramp Eron bilan kelishuvga erishish uchun yaxshi imkoniyatlar borligini aytgan. Menimcha yaxshi imkoniyat bor. Hozir muzokaralar olib borilmoqda. Agar ular kelishuvga erishmasa, men hammasini portlatib yuborish va neftni egallab olish variantini ko'rib chiqyapman, degan Tramp. Prezidentning tahdidlariga javoban Eron parlamenti spikeri Muhammad Bag'ir G'olibov AQSh prezidentining o'ylamasdan qilinayotgan harakatlari butun mintaqani olov ichiga tashlashini aytgan. Sen o'ylamasdan qilayotgan harakatlar AQShning har bir oilasini haqiqiy jahannamga tortmoqda va butun mintaqa olov ichida qolmoqda, chunki sen Benyamin Netanyahu ko'rsatmalariga amal qilishda davom etyapsan, deya ijtimoiy tarmoqlarda yozib qoldirgan Eron vakili. Endi Ukraina AQSh uchun ustuvor yo'nalish emas. Zelenskiy. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bayonot berib, AQSh, Isroil va Eron o'rtasidagi mojaroning keskinlashuvi fonida Kiyev Patriot havo hujumidan mudofaa tizimlari uchun raketalar yetkazib berilishi qisqarishiga tayyorgarlik ko'rayotganini aytdi. Biz juda zarur bo'lgan Patriot raketalari yetkazib berilishi qisqarishiga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Hozir biz ustuvor yo'nalish emasmiz, degan Zelenskiy AQSh harbiy yordam dinamikasini izohlar ekan. Ukraina rahbarining so'zlariga ko'ra, Yaqin Sharqdagi uzoq davom etayotgan mojaro AQSh tomonidan ko'rsatilayotgan yordamni yanada kamaytirishi mumkin. Chunki Washington o'z resurslari va siyosiy e'tiborini boshqa mintaqaviy ustuvor yo'nalishlarga yo'naltirmoqda. Zelenskiy shuningdek Patriot tizimlari va ular uchun o'q-dorilar tanqisligi avvaldan ham mavjud bo'lganini ta'kidlagan. Bunday tizimlar ilgari ham hech qachon yetarli miqdorda yetkazib berilmagan, degan Zelenskiy. U Ukraina havo hududini himoya qilish uchun uzoq masofali havo mudofaa vositalari doimiy ravishda yetishmasligini qayd etgan. Eron AQSh va Isroilning tahdidlariga javoban Eron oliy rahbarining videosini e'lon qildi. Videoda Isroildagi Dimano atom elektr stansiyasi va uning koordinatalari ekranda ko'rsatilgan paytda Xamenei operatsiya xonasiga kirib kelishi tasvirlangan. AQSh va Eron o't ochishni 45 kunga to'xtatishni ko'rib chiqmoqda. Axios portalining xabar berishicha, bu kelishuv mojaroning to'liq yakunlanishiga olib kelishi mumkin, ammo ekspertlar sulhga erishish ehtimolini past deb baholamoqda. Putinning reytingi so'nggi 7 yil ichida rekord darajada tushib ketdi. Kreml ma'muriyati bilan hamkorlik qiluvchi Jamoatchilik fikri fondi ma'lumotlariga ko'ra, bunday keskin pasayish 2019-yildan beri kuzatilmagan. Bunga sabab sifatida mamlakatda Telegram va VPNlarning bloklanishi ko'rsatilmoqda. Aloqa bilan bog'liq muammolar rossiyaliklarni charchatib, ularning odatiy hayotini izdan chiqargan.
Eronga qarshi urushda AQSh qancha askarini yo'qotdi? AQShning Eronga qarshi epik g'azab harbiy operatsiyasi boshidan beri 365 nafar amerikalik harbiy jarohat olgan, 13 nafar esa halok bo'lgan. Bu haqda Pentagon xabar berdi. Pentagonning ma'lum qilishicha, jarohatlanganlar tarkibi quyidagicha: 247 nafar quruqlik qo'shinlari, 63 nafari dengiz kuchlari, 36 nafari havo kuchlari, 19 nafari dengiz piyodalari. Halok bo'lganlar soni 13 nafar bo'lib qolmoqda. Ulardan 7 nafari jangovar harakatlar oqibatida vafot etgan. Eron havo hujumida 6 kishi va Saudiya Arabistonida yaralangan bitta harbiy. Yana 6 nafari esa samolyot halokati oqibatida vafot etgan va bu jangovar bo'lmagan yo'qotish hisoblanadi. Xrana ma'lumotiga ko'ra, so'nggi 24 soatda Eronning 13 ta viloyatida 206 ta hujum qayd etilgan. Oqibatda kamida 1 nafar tinch aholi halok bo'lgan. Urush boshidan beri esa kamida 1607 nafar tinch fuqaro halok bo'lgani aytilmoqda. Avvalroq AQSh prezidenti Donald Tramp AQSh operatsiya maqsadlariga deyarli erishgani va urush yana 2-3 hafta davom etishini bildirgan. Shuningdek, ommaviy axborot vositalari xabariga ko'ra, Eron Fors ko'rfazi hududidagi 13 ta AQSh harbiy bazasini aksariyatiga sezilarli zarar yetkazgan. Umumiy zarar qariyb 1,5 milliard AQSh dollarini tashkil etadi. Kamida 300 nafar harbiy jarohatlangan.